Diqqat, tezkor xabar. Rossiya Tashqi ishlar vaziri 22-23 aprel kunlari O'zbekistonga tashrif buyuradi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya Tashqi ishlar vaziri 22-23 aprel kunlari O'zbekistonga tashrif buyuradi. Sergey Lavrovning O'zbekiston prezidenti va tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan deb xabar berdi Mariya Zakharova. Tashqi ishlar vaziriga muhojirlar bo'yicha parlament so'rovi yuborildi. Videoda to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. So'nggi yillarda turli mamlakatlarda mehnat muhojirlarining huquqlari qo'pol ravishda buzilishi holatlari ko'paygan. Ayniqsa Rossiya Federatsiyasida turli organlar xodimlarining migrantlarga jinoyatchidek muomala qilishi, hatto tahqirlashi ham tez-tez kuzatilmoqda. Turli mamlakatlar bunga turlicha reaksiya qiladi. Masalan, Qirg'iziston kuni kecha bu holatlar yuzasidan izoh so'rab Rossiya elchisiga nota bergandan xabarimiz bor. Deputat Alisher Qodirov Tashqi ishlar vaziri B. Saidovga xorijiy mamlakatlarda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi parlament so'rovi yuborilganligini ma'lum qildi. Bunga javoban Tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Ahror Bo'rxonov O'zbekiston fuqarolarini ular qayerda bo'lishidan qat'iy nazar doimo himoya qilingani va bu faoliyat ustuvor bo'lib qolishini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi xorijdagi O'zbekiston fuqarolarini ular qayerda bo'lishidan qat'iy nazar doimo himoya qilib kelgan va bu faoliyatda ustuvor bo'lib qoladi. Mazkur yo'nalishda mamlakatimizning diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari xorijiy davlatning tegishli idoralari bilan bevosita aloqalar o'rnatgan. Har bir holat atroflicha o'rganilib, fuqarolarimizning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash maqsadida zarur choralar ko'riladi. Tashqi ishlar vazirligi har oylik brifinglar orqali amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan jamoatchilikni muntazam xabardor qilib kelmoqda. Albatta, ushbu sohadagi barcha murojaat va so'rovlarga vazirlik tomonidan o'z vaqtida javoblar taqdim etiladi, deyiladi xabarda.